8 mart tongi otdi. Faberlik ofisimning ochilish marosimiga ulgurishim kerak. Erta tongdan yugurib, uborkalarimni qilib, shosha-pisha hammasiga uspet qilishga shoshilyapman. 8 mart bugun, ko'z yoshingni art bugun deb aziz ayollar, erlaringizga sovg'a bermadi deb qiyshayib, shalvirab, ko'z yoshingizni oqizib, bo'shashib yurmangizlar. Ba'zi bir erkaklar tabiatan sovg'a beruvchi, romantik bo'lmaydi. Lekin uyim joyim deb sizni yoningizda turib bera oladi. Farzandlaringizni yaxshi ko'radi. Hech qachon qorningizni och qoldirmaydi. Ana shundaylardan biri meni kuyovim. Borligingiz sovg'a. Boringiz menga sovg'a. Sizdan sovg'a ham kutganim yo'q. Peshonangizni tuting deb peshonasidan bitta o'pib qo'yib, tongni boshladim va birgalikda ofisga yo'l oldik. Faberlik ofisini ochish uchun qanchalik mehnat qilganimiz faqat Allohga ayon. Bularni aytib o'tmayman. Eng asosiysi, komandam yana ham rivojlanishi uchun kompaniyani Chimqo'rg'onga olib keldik. Raisa opamizga kattakon rahmat. Menga ishongan qaynota qaynonam, dadajonim, aka-ukam, opa-singillarim, qila olasan, senga ishonamiz deb turganlari uchun ham biz kompaniyani Chimqo'rg'onga olib keldik va komandamiz bilan birgalikda ochilish marosimi qildik. Bu marosimni bu qadar zo'r bo'ladi deb hech ham o'ylamagandim. Mening katta onam bo'lgan rahmatlik hovlisida yo'q gulning o'zi yo'q bo'lardi. Qonimda bo'lsa kerak gullarni juda ham yaxshi ko'raman. Ofisni gullar bilan to'ldirishni juda ham xohlagan edim, lekin kutilmaganda ochilib ketgani uchun gulga u qadar to'ldira olmadim, lekin ko'nglimni topgandek, ko'nglimni bilgandek har birlari gul ko'tarishib kelibdi. Shunchalar ham xursand bo'ldim. Aziz komandam, olib kelgan gullar kabi hayotlaringiz ham gullasin. Zivanilaringiz ham gullasin. Kasholaklaringizni Faberlik pullab tashlasin, ilohim. Va bu ofis sizlarga ko'p xizmat qilsin. Ana endi tovarlaringizni to'g'ridan to'g'ri shu yerdan olasizlar. Bizning Faberlik kompaniyamizning har bir mahsuloti bizga kerakli. Makiyaj qilamiz, sog'ligimiz uchun vitaminlar olamiz, uyimiz uchun har qanday parfyumeriyalar, sredstvalar olamiz va hammasi hamyonbop va go'zal. Menda hurmat qilib kelgan salonchi dugonalarim, tojik dugonalarim, barcha qishloqdan kelgan onajonlarim, mehribonlarim, hammangizni ishonchingizni oqlayman. Xudo xohlasa, bu ofisimiz barchangizga zo'r zivaniyalar olib keladi. Yonimda turib bergan ukajonim va ota-onam, singiljonim, qaynonam, hammalaringizga kattakon rahmat. Allohimning har bir daqiqasini go'zal o'tkazishga va har bir daqiqada Allohimning mehrini his qilishga harakat qilib kelayotgan ojiza bir bandasi bo'laman. Ofisimni Charos opa kelib ochib berdi, chunki u kishining ofisi Tojikistonda birinchi o'rinda bo'lib kelyapti. Tovar oborotning zo'rligi uchun. Biz 8-mart kuni Ramazon vaqtiga to'g'ri kelib qolganimiz uchun dasturxondagi shirinliklarni har bir kelgan mehmonga o'zlariga savoy qilib berishga harakat qildik va ushbu ochilish marosimi komandamga yoqdi degan umiddaman. Xudo xohlasa bundan buyog'iga zo'r bayramlar bo'lib o'tadi.